طلع البدر الوداع وجب الشكر عليه مدى navbatda hidoyat lozim bizga yaqinqi vaziyat haqida qisqacha bir ma'lumot bermoqchi. Qani, marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz muhterem qarindoshlar, hammalarni bugungi oylik yig'inimizga qadam tashrif qilganligingiz uchun qarshi olamiz, rahmat aytamiz. Alloh ajr azam ato qilsin. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve lenebluvennekum bi şey'in minel havfi vel cu'i ve naqsin minel emvali vel enfusi ve's semerati ve beşşiris sabirin. Vellezine iza asabethum musibetun qalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Aziz muhterem qarindoshlar, Allah Teala yuqoridagi oyatda bizlarni, sizlar mu'minlarni yeryüzüde Allah'a vekillik qiladigan, Allah'ın kelamını üstünlük qiladigan, haq tarafida batıl qarşı mücadele beradigan yigitlarga, mu'min muvahhidlarga qarta pat sizlarni melingni bilan, jiningni bilan yaxshi ko'rgan barliq biz bergan ne'matlarning hammasi bilan sinaymiz. Ashunday peshkanliklarga duch kelgan chog'da Allah Teala'ga teslim bo'lishingni, sabr istiqomat bilan sabr qilishingni qilganlarni, yani to'g'ri hidoyat ustida bo'lgan mu'minlar deb Qur'oni Karimda shunday dedi. Albatta, elhamdülillah bizga shunday bir paytda so'qqanlik bilan istiqomatimizni buzmasdan, yo'limizdan tiyilib ketmasdan, keynimizga chekinmasdan, sepimizde bayrağımızı tutkan halde toğunu nesip qilibdi. Buning uchun Allohga hamd sano aytamiz. Allohga hamd sano aytamizki, bizning dushmanlarimiz bizni qanday qis qilib qo'rqitamaydi. Bizga azob berish orqali, shahid qilish orqali nima qilib qanday bir zarar bersinki, bu haq da'vodan, bu yo'ldan, bu mujodaladan bizni chekindirolmaydiganligini mana shu ekran oldida shu hodisa bo'lib 2 kundan keyin, 1 kundan keyin o'tirib turibmiz. Buni Xitoyga shunday jakalaymiz. Biz Allohga shandoq. Allohga yilinimiz. Yulanchikimiz Allah. Biz hech bir vaqt bandiga, hukumatlarga, jamoat, jamiyatlarga, tashkilotlarga, pulga, kuchga tayanmadık, tayanmaymiz, çoqunmaymiz. Ama ümmetinin sepide akıl idrak bilen, Kur'an sünnetindeki yol yürük talimatı bilen, halkımızın, Müslümanlarımızın menfaatini köz tutkan halde hikmet bilen, sabır, istikamet bilen, cesaret bilen meydanda septet çantırımız. Allah Teala bu kararımızı, bu fikrimizni, meydanımızı daim kılsın. Xitoy 20 yig'ini deb Hangzhouda bir yig'in va mehmon yig'inni o'tkazib o'tdi. Shu sabab bilan dunyoning har qaysi yerdagi Uyg'urlar, xususan elib aytganda Turkiyada markazlashib qolgan kuchli bir jamoatchilik, mushu da'voning haqiqiy sohiblari bo'lgan kişilerin yerleşip kalgan şunda mühim bir rayonda bizni tevrit için, gücümüzün acizlik için, yolumuzdan vazgeçiriş için kılıvatkan diplomatik, siyasi ve başka isimlerini görüp duruyoruz. Cemaat erbabı, ustazımız, çoğunlarımızdan Abdülkadir Yapçan'ı Xitayning besimi münasebeti bilen kol gelinip hazırgıçı solakxana turibdi. Bu to'g'rida munosabatlik barliq o'rinlar bilan Allohga tayangan, iltijo qilgan holda sabab dunyosida Turkiyada musulmonlar yashaydigan bir musulmonlar muvvatini bo'lganligi uchun
Müslüman cemaatçilikning bu to'g'ridagi hassasiyatlarni uyg'otish orqali mas'ul doiralarga o'z mas'uliyatini tunish va o'z qarindoshiga sahib chiqish, Xitoyga qarta Xitoyninki tuhmat va iftirolarga ishonmaslik, aldanib ketmaslik to'g'risida muvofiq tilda, muvofiq uslub bilan yetkazyapmiz. Xitoy bizni albatta bu butunji qitim emas. Nurg'unlarni biz yanglishib, mayanga o'tib olib, ba'zilarini ayağına iştibitib, nurg'un bizni uyg'on zarflarini, bizga ishlatgan hujumlarni, nurg'unlarni ba'zilar tekkasi seylab o'tib qo'pab ketib, ba'zilarini o'tkazib o'tib, puttarab ketyapmiz. Yana ma'amiz. Yani buni musha ekran orqali musha jamoatimizning oldida e'lon qilamizki, biz bu haq da'vati. Biz o'g'ri emas, yanchiqcha emas, qaroqcha emas, tajovuzchi emas. Biz o'zimizning haqqini istavyapmiz. Haqqimizga tilamchilik qilmatimiz bu bizningki haqiqiy, bizningki Alloh taolaning va insoniy haqqimiz bo'lgan Sharqiy Turkistondagi barliq haqlarimizni, huquqlarimizni olamiz da'vatimiz inshaalloh Allohning izni bilan olamiz. Onun uchun bizni tevritish uchun, ojizlashtirish uchun qilgan har bir urushi bizni jonlantirdi, terildirdi. Bizningki tukimizni, bir tane tukimizni olsa, shu tukning olgan ochiqida bizning piyimiz chiqaydi. Buni bilib qo'yishini mishandek olaymiz. Bu bir hamasat so'z emas. Biz düşman bilan la tatamannu liqa'al adu deganga o'xshash uchrashib qilishni orzu qilmaymiz. Uchrashib qolgan chaqda sabat bilan tuttirib turamiz. Qo'rqmaymiz, keynimizga dajimaymiz. Bu bizning iymonimiz. Hech qanday mashru bo'lmagan, insoniy fitrat va jibillatga uyg'un bo'lmagan, haq va huquq va vijdonga uyg'un bo'lmagan hech qanday harakat va so'zni bo'lmadik va bo'lmaymiz. Ama hem İslami, hem insani, hem ahlaki, hem siyasi barlık hak hukukumuzni muşu daire içinde talep kılımız, terişimiz, mücadelelerimiz bundan vazgeçmeyimiz. Abdülkadir Hanekam'a kılıngan, Abdülkadir Yapçan akımız kılıngan bu hareket Xitayninki besimi yani bizni qaytadan terildirdi, canlandırdı. İnşallah Allah'ın merhameti ve izni bilen akımızgımı ve başka barlık Müslüman kerindaşlarımızgımı ziyan zahmet yetkizemeydi. Biz Allah Teala'nın ki teyidi nusreti işinimiz. Aziz kerindaşlar, şu adliyede tünüginki menzerini görsek bana bu Xitay'ın kılıkı bizni parçaladı mı, birleştirdi mi? Tünüginki menzerde Şarkı Türkistan sahası da hizmet edip beriyotgan her saha, her fikirdeki, her meydandaki kişiler, qarindoshlarimiz şu yerda batı. Biz hammalarga rahmat aytamiz. Mushu ekranda, şu tunugin qishimizda, yenimizda turgan barliq qarindoshlarımizga rahmat aytamiz. Her sabtin, her sahadan, her sinf, her fikirdan batı. Bu Allah'ın merhameti, fazileti. Bizni birleştiryapti. Ve şuna bilan birga dünyanın her qaysi yerdeki o'xshamagan bayroq, o'xshamagan talaffuz, o'xshamagan fikr, o'xshamagan iddia bilan ama Sharqiy Turkiston mücadelesida harakat elib berayotgan barliq tashkilot rahbarlariga rahmat aytamiz. Ularga birdan bir telefon qilib, nima ish qilib beraymiz, nima ish qilaylik deb qayg'urib telefon qilganlik uchun hammalarga rahmat aytamiz. Avustraliyadan, Gollandiyadan, Pokistondan, Saudiya Arabistondan, Amerikadan, Shvetsiyadan yani ismini diyemmeyen hem yerden barlık teşkilatla cemaat erbapları, aksakallar telefon kılıp biz nemiş kıpıraylı dedi. Koçuğu tökülemdik. Nemiş kılımız dedi. Barlık cemiyetlerine hatta Dünya Uygur Kurultayı, Almanya'daki barlık teşkilatla Uygur cemiyetleri, bütün dünyadaki teşkilat rehberleri telefon kılıp siyasi, diplomatik bayanat hemini kılımız dedi. Ama onun sırtı yana nemiş kıpıraylasıga deydi. Rahmet aytimiz dedik. Yani bu nima degan bo'ldi desa, Xitoy bizni shunday qilish orqali yo'qitma, ojizlashtirman deydi ama biz birlashamiz.
Biz davayımızın haqiqiy varislari bo'lganligi uchun biz ichki yo'qilan gaplar, o'sak yo'qilan gaplar ustida bir-birimizdan pochiqan tortmaymiz. Bizning birdan bir dushmanimizning kim ekanligi mana bu soatlarda ko'rib turyapmiz qarindoshlar. Buning uchun hammaylar aql o'shimizni topayli, birlik barobarligimizni qattiq qo'g'dayli. Ixtilofimiz bayroq rangimizning nima bo'lishi, g'oyimizning nima bo'lishi, hedef parça tarmak hedeflerimizden, usulümüzden hem buluşundan qat'iy nazar Şarkı Türkistan Müslümanları şu yerdeki zeminimiz hemimizden ortak mülki hakkı bo'lgan şu hakkımızı hasıl kılış yolunda kimideki hemmeylen bir. Kimini teşmeyimiz. Kömege yerde birimizi kötülep kimiden soğuğa itip etmeyimiz. Torbetlerde bazı nodan qarindoshlarimiz bir-birimizni tillab, bir-birimizni ma'ni eshitib qo'ysak, boshqasi tutib ketandiki degandek har xil bayonot, har xil narsani taqib o'tadi. O'shimizni topayli. Boshda qora kalini ilib ketadi, andan keyin seriq kalini ekitadi, andan keyin qizil kalini oxirida oq kalini ekitadi. Oq kala saq qolmaydi. Hamma kala bijada tursa andan qutuladi. Bugun seriq kala, oq qora hammasi kalolib, ani mashtivasi ekasi bo'lamdiki, tutuvasi bo'lamdiki, ani bunda deb qaritib qo'ysak, bugungi vaziyat ma'ni qo'ygankin ani ujuqtusi bo'lamdiki deydigan qarniyatda bo'luvchilarga nasihat qilayli, tarbiya qilayli. Mana bugun bizningki nerimizga sanjisam, mishad o'tgan oldi septiki madamga sanjisam, oxirgi ayadan qon chiqadi. Bu cho'qima shunday. Bunu ko'ryapmiz. Hammalardan Alloh razı bo'lsin. Mush birlik barobarligimizni saqlab qolayli. Andin temkin bo'layli, o'yg'oq bo'layli, sagak bo'layli. Andin so'g'oqqan bo'layli, ammo hushimizni yo'qotmayli, suslashib qolmayli, yavaşlab ketmayli. Hammalar bir-birimizga hurmat qilgan holda mush vaziyatda nima ish qilish to'g'risida bir-birimizdan ham xabar olayli. Hem fikrimizni qabul qilayli, o'rtaq maslahat, mushavarat bilan nima to'g'ri kelsa, inshaalloh shuni qilamiz. Alloh ishlarimizni oson aytsin. Abduqodir Rajim akamizningki tez vaqtda qutlishini, aramizda bo'lishini arzu qilamiz. Alloh taoladan tilaymiz va barliq yana dunyoning har qaysi yerda, vatanimizda azob, uqubat, ishkence ichida asarat tuturayotgan barliq qarindoshlarimizning qutlishini Alloh taoladan iltijo qilgan holda so'zimni tugtaman va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.